Tango o'yinini o'ynab pul ishlab olganlar bormi? Hozir ishonmayotganlar uchun pul yetishni ham o'rgataman. Evaziga like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar, ketdi. O'yinni boshlab olish uchun Telegramga kirib, ajoyib ilova bot deb xuddi shunaqa yozamiz. Birinchi chiqqan botga kirib turib, start tugmasini bosamiz. Bu yerdan tango o'yinini tanlab turib o'yinga kiramiz. Bu o'yinda tango yig'ish uchun biz Druziyaga kirib turib, mana bu ssilkani kopirovat qilib do'stlarimizga jo'natamiz va har bir referal uchun 5000 tangadan ishlaymiz yoki kunlik zadaniyalar bor, mana kunlik bonuslar bor. Shu bonuslarni ham olib tango ishlab olishimiz mumkin. Tablitsaga kirsanglar nechinchi o'rinda turganliklarini ko'rsatadi va profilga kirib, profilni ham to'ldirib qo'yamiz va to'ldirganimiz uchun ham biz tango ishlab olamiz. Endi bu tangalarni biz kartaga tushirib olish uchun obminat tugmasini bosamiz va bu yerga kerakli summani bosamiz. Minimum 500 ming tangani yechib olish mumkin. Endi biz karta raqamini kiritamiz, отправить tugmasini bosamiz, biroz kutamiz. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin, 400 ming so'm mani kartamga o'zi tushdi. Bu o'yinda kurs o'ynab turadi. O'shaning uchun hoziroq o'yinni boshlasangiz, yaxshiroq kursda sotishingiz mumkin. Videoni saqlab qo'ying, kelajakda kerak bo'lib qoladi va pul ishlamayotganda sizga jo'natib qo'ying.